Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda men sizlarga Grammarly kompaniyasiga intervyuga kirganim, intervyu protsess qanday bo'lgani, intervyuda berilgan savollar va intervyu natijasi haqida gapirib beraman. Asosiy kontentga o'tishdan oldin Grammarly haqida ozgina gapirib bermoqchiman. Menimcha ko'pchilik Grammarly dasturini reklamasini ko'rgan bo'lsa kerak. YouTube'da ko'pincha pre-roll bo'lib chiqadi. Grammarly bu mobile application keyboard bo'lib, sizga ingliz tilida to'g'ri yozishni o'rgatadi. Ya'ni aslida faqat mobile emas, uni Google pluginlari ham bor, Google Home pluginlari, extensionlari va har xil boshqa formatlarda ham bu dastur bor. Lekin men topshirgan vakansiya shu aynan Grammarly keyboard dasturiga topshirish uchun edi, ya'ni shu dastur ustida ishlash uchun edi. Uzunman olganda Grammarly kompaniyasi, Grammarly dasturi 2009-yilda ukrainalik Max Litvin, Alex Shevchenko va Dmitro Lider tomonlaridan found qilingan hisoblanadi, ya'ni ular shu proyektni boshlashgan. Bu uchovlon undan oldin My Dropbox degan dasturni razrabotka qilib, yasab, uni muvaffaqiyatli ravishda sotishgan. Ya'ni bu dastur Turnitin.com ga o'xshagan har xil essaylarni, insholarni plagiarizmga, ya'ni ko'chirilganmi, ko'chirilmaganligini tekshiradigan dastur bo'lgan va buni Blackboard Inc degan edtech kompaniya, katta shu educational technology bilan shug'ullanadigan kompaniya sotib olgan ulardan. Shundan keyin Grammarly dasturi ustida ishlashni boshlashgan. Grammarly boshida faqat talabalar, ya'ni studentlar uchun qilingan dastur bo'lgan, ya'ni ingliz tilini o'rganayotgan studentlar uchun. Keyinchalik butun ommaga tarqatilgan desak bo'ladi. Hozirda ham Grammarlyni juda ko'pchilik ishlatadi. Men o'zimni hamkasblarimni ko'rganman, hattoki native English speaker bo'lganlar ham Grammarly orqali tekstlarini, emaillarni yozadi. Chunki Grammarly juda ham zo'r podskaskalar beradi, siz yozgan tekstlaringizni juda ham zo'r to'g'rilab beradi va sizni qanaqadir grammatni ekanligingizni, ya'ni imloviy xato qilmasligingizni kafolatlaydi. Xo'p, Grammarlyni pullik tomonlariga keladigan bo'lsak, fiching-chiq dollari nimalari uchish kerak hozir. Grammarly juda ham muvaffaqiyatli startap desak bo'ladi. Chunki 2021-yilga ko'ra u 13 milliard dollarga baholangan, ya'ni bu qanaqadir odamni miyasiga sig'maydigan raqam, qanaqadir keyboard application uchun albatta. Va ular shu vaqtgacha 400 million dollar investment olishgan. Ya'ni 13 milliard dollarga baholanib, atigi 400 million dollar pul olishgan. Endi albatta 400 million dollar ham katta pul va hozirda shu dasturni rivojlantirish, proyektni rivojlantirishga yetarli bo'lib turibdi, ya'ni boshqa investment olishmagan. Xo'p, endi asosiy qismga o'tsak ham bo'ladi, ya'ni Grammarly haqida ozgina informatsiya berib o'tdim. Grammarly kompaniyasiga ishga topshirish va intervyu jarayoni haqida to'xtalib o'tsam, juda ham tez bo'lgan bu protsess. Ya'ni 2021-yil martda menga Gini.co saytida HR manager tomonidan taklif bo'ldi. Mana shu pozitsiyamiz bor, topshirib ko'rasanmi degan. Ha dedim. Telegramda ozgina gaplashdik, time slotlarini belgiladik, ish shartlari haqida gaplashdik va shundan keyin Grammarlyning Android dasturchisi bilan intervyu qo'yildi. Bitta narsaga nima o'tmoqchiman. Grammarlyda faqatgina Grammarlyni o'zi bilan to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan dasturchilar emas, balki ular bilan ishlaydigan outsource kompaniyaning dasturchilari ham ishlaydi. Va men aynan shu outsource kompaniyani Android dasturchisi bilan intervyuga kirdim va agar shu intervyu etapi yaxshi o'tsa, keyin to'g'ridan to'g'ri Grammarlyni komandasi bilan muloqot qilasan deb aytishgandi. Spoiler alert, men bu etapdan o'ta olmadim, fail oldim. Va ushbu fail olgan etapimdagi savollar juda ham qiziqarli va juda ham kerakli savollar bo'ldi deb o'ylayman va shular haqida ozgina gapirib o'tmoqchiman. Xo'p, Grammarly bilamizki, aytib o'tganimdek har xil formatlarda beriladi. Mobile dastur, Google Chrome plugin va boshqa formatlarda. Aynan Android va iOS dasturlari esa keyboard, ya'ni klaviatura ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bir Grammarlyni dasturi yo'q, o'tga tekst yozib nima qiladigan. Siz har qanday dasturga kirib, Grammarly keyboardini ishlatib, tekstlar yozganingizda u sizga ingliz tilida yozgan matnlaringizni to'g'rilab, qanaqa sizga boshqachasiga yozganda to'g'riroq bo'lishini, tushunarliroq bo'lishini taklif qilib turadi. Va dasturning shu spesifikasi tufayli
u dastur ustida ishlash uchun kerak bo'lgan bilimlar ham juda ham spesifik bo'ladi. Ya'ni qanaqadir biz o'rgangan Android Activity Life Cycle, Fragment Life Cycle shunga o'xshash bilimlar unchalik ham muhim emas. U yoqda qanaqadir boshqacha bilimlar muhim. Va shu bilimlarimni tekshirish uchun berilgan savollar ro'yxatga o'tsak, birinchi bo'lgan savol berishdan oldin nima bo'lib o'tdi? Ozgina introduction bo'ldi. Men o'zim haqida gapirib berdim. Qanaqa proyektlar qilganman, qanaqa proyektlar qilish menga qiziq, Android dasturlashda masalan qaysi tomonlari yoqadi, qaysi tomonlari yoqmaydi va qanaqa vazifalar ustida ishlash men uchun masalan yoqimli. Shu narsalarni gapirib berdim. Shundan keyin aynan savollar ro'yxatiga o'tdik. Birinchi savol bu mutable live data va single event live data farqi nimada degan savol bo'ldi. Ko'pchilik biladi, mutable live data va umuman olganda Androiddagi live datani bitta katta minuslaridan biri u har safar siz subscribe qilganda ma'lumotni, ya'ni o'zini ichida save qilingan ma'lumotni sizga boshqatdan yuborishi. Masalan, bir martagina kerak bo'ladigan eventlar uchun live datani ishlatib bo'lmaydi. Ishlatsangiz ham juda ham qiyin if else qilishingizga to'g'ri keladi va shuning uchun o'sha live datani packagida bo'lmagan single event live data klassi bor. Ko'pchilik o'zi yozadi uni yoki internetdan ko'chirib olishadi GitHubdan. Shu ikkisi farq haqida gapirib berdim. Ya'ni farq juda ham oddiy. Single event live data bir martagina sizga uni ichida yozilgan value ni qaytaradi. Mutable live data esa har safar subscribe qilganda o'sha value ni qaytaradi. Ikkinchi savol, live data ishlatilgan proyektda qanday qilib Kotlin Flow ga migratsiya qilish haqida bo'ldi. Ya'ni bu narsani qilib ko'rganmisan, tajriba bormi degan savol bo'ldi. Menda u vaqtda bu narsa bilan tajriba bo'lmagandi, shuning uchun shunchaki yo'q deb javob berdim. Hozirda tajriba bor, u ham ko'p emas, lekin shu narsa haqida o'rganib qo'yilsa yaxshi ekan. Keyingi savol juda ham muhim savol, menga juda ham yoqqan savol, hali ham juda ham yoqadi. Android Handler. Nima uchun Android Handler kerak va biz uni nima uchun ishlatamiz degan savol. Ko'pchilik junior, middle, senior dasturchilar hamma biladi, hamma Android Handlerni ko'rgan, ishlatgan balkim, lekin u nima vazifa bajaradi, buni ko'pchilik bilmaydi. Men o'zim ham o'sha vaqtda bilmasdim. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Android Handler bu Android dasturda, Android loyihada multithreading, ya'ni multipatochnost, bir nechta patoklarda, bir nechta threadlarda ishlashimiz uchun kerak bo'ladigan oson mexanizm desak bo'ladi. Ya'ni bilamizki, multithreadingni biz old school yo'lida, ya'ni Java thread yasab va o'sha threadlarimiz bilan qandaydir qilib muloqot qilib, communicate qilib qilsak bo'ladi. Android Handler bo'lsa, shuni osonlashtiradi Android kontekstida. Agar sizga Android Handler mavzusi qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring, Telegram kanalida yozing. Men o'zim uchun ham juda ham qiziq shu mavzu. Shu mavzu haqida podrobniroq, batafsilroq video qilishga harakat qilib ko'raman. Keyingi savol yana Android Handlerga aloqali. Android Handler post versus post delayed. Ya'ni post nima qiladi va post delayed nima qiladi degan savol bo'ldi. Ular farqi nimada? O'zi umuman olganda Android Handlerning bitta katta vazifasi, u bajaradigan vazifa bu qandaydir vazifalarni, qandaydir kodlarni scheduled, ya'ni aytaylik, qaysidir vaqtga to'g'rilab o'sha vaqtda ishlashini ta'minlab berish bizga. Ya'ni post bo'ladigan bo'lsa, agar biz post metodini ishlatsak, shunchaki biz bergan runnable objektni ishlatadi handler. Post delayed bilan esa biz o'sha runnable objektimizni, ya'ni o'sha qilinadigan actionni qanaqadir delay bilan nechadir soniyadan keyin ishga tushishini ta'minlasak bo'ladi. Bundan tashqari post precisely degan adashmasam metod ham bor. Ya'ni u metodda qaysidir vaqtni siz ko'rsatasiz, tam millisekund ko'rinishida va aynan o'sha vaqtda u kod ishlaydi. Adashmasam shunaqa. Ya'ni asosiy funksiyalari mana shu kodni qaysidir vaqtda ishga tushirish uchun yordam beradigan metodlar hisoblanadi. Kepka sal xalaq beryapti. Mayli. Yerga tushdimi? Yerga tushdi. Post va post delayed haqidagi savoldan so'ng esa yana shu mavzuga aloqali looper nima degan savol berildi. Looper bu Android Handler bilan birga ishlatiladigan va Android kontekstida, ya'ni biz Android dastur yozayotganimizda bizni qaysi threadda ishlayotganimizga javob beradigan klass desak bo'ladi. Ya'ni uni aslidagi flow sal boshqacharoq, lekin biz shunda tushunsak bo'ladi. Ya'ni handler konstruktorida qanaqa looper beradigan bo'lsak, handler o'sha looperni patokida, o'sha looperni threadida bizni bergan kodlarimizni amalga oshiradi. By default, ya'ni agar biz hech qanaqa
looper yubormasak handlerni konstruktoriga, u main thread, ya'ni asosiy potokda ishlaydi, lekin hozir bunaqasiga ishlatish handler mumkin emas, deprecated, ya'ni qilsangiz bo'ladi, lekin bu deprecated, ya'ni eskirgan yo'li. Ya'ni hozir handler objekt yasaganingizda har doim qanaqadir looper, ya'ni odatda bu looper my looper objektda berilishi kerak bo'ladi. Xo'p, bu juda ham basic va juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Android handler qanaqa ishlashi, looperlarni flowsi bir-biri bilan qanday muloqot qilinishini bilish. Shuning uchun agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, yana bir marta qaytarib o'taman, yozing va bu mavzu haqida chuqurroq video olamiz. Xo'p, keyingi savol yana multithreading, mnoгопоточностьga aloqali savol. Javada synchronized va volatile keywordlari nima vazifani bajaradi? Yana qisqacha javob berib ketaman. Synchronized bu bizni funksiyalarimizni, metodlarimizni blok qiladigan keyword hisoblanadi. Ya'ni bir nechta potokdan bitta funksiyani yoki bitta kod blokni chaqiradigan bo'lsak, synchronized keyword biz ushbu funksiyamiz yoki kod blokimiz faqat bitta potok orqali bir vaqtning o'zida ishlatilishini kafolatlab beradigan keyword hisoblanadi. Volatile esa nabarot, lekin volatile variablelar bilan ishlatiladi. Volatile esa nabarot, ya'ni bizni bergan variable'miz, ya'ni переменная, o'zgaruvchan qiymati har qanday potoklardan, har qanday threadlardan kelib ishlatilinishi va modify qilinishini kafolatlab beradigan keyword hisoblanadi. Xo'p, how to block variable in Java and how to avoid deadlock. Ya'ni variable'ni, ya'ni переменныйni Javada qanaqasiga bloklasak bo'ladi, ya'ni hech qanday potok uni o'zgartirmasligini qanday kafolatlasak bo'ladi va deadlock, ya'ni bir nechta potoklar bir-birini ishini tugashini kutib, bir-biriga как бы зависимый bo'lib qolib, programmamiz qotib qolishini qanday avoid qilsak bo'ladi, ya'ni bundan qanday qochsak bo'ladi. Shundan so'ng Java mutex nima ekanligi haqida so'raldi. Buni rost aytsam hali ham bilmayman. Videodan oldin menimcha Google qilib ko'rishim kerak edi, lekin bu odamlar intervyuga kirgandagi bo'ladigan klassik xato, men doim qiladigan xatoyim. Qilmadim bu narsani. Google qilib ko'rmadim. Shuning uchun siz Google qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin shundan so'ng Javaga aloqali savollar tugadi desak bo'ladi. Kotlinga o'tish boshladik. Java va Kotlin. Kotlin nimasi bilan Javadan afzalroq, nima tomonlari yaxshiroq? Bu menimcha juda ham individual savol bo'ladi. Ya'ni siz qaysi Kotlin featurelarini yaxshiroq deb o'ylasangiz Javaga qaraganda, shu yaxshiroq deb javob bersangiz bo'ladi bunaqa savollarga. Odatda bu nima bo'ladi? Kotlinda data classlar borligi, Kotlinda extension funksiyalar borligi, Kotlinda bilmadim, extension, data class, yana nimalar bor? Hozir xayolimga ham kelmayapti. Inline functionlar bor. Yo'q, inline function o'zi bu nimaroq. Java va Kotlin qanday compile qilinadi Androidda? Bu savolga qisqacha javob, menimcha shu Kotlin kod compile qilinishidan oldin avval Java bytecode'ga o'girilishi bo'lsa kerak. Ya'ni qanaqadir yana qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa, menimcha buni o'qib ko'rish kerak bo'ladi. Va keyingisi inline functions. Bu ham hozirgi compile mavzusiga aloqali desak bo'ladi. Inline function o'zi nima Kotlinda? Qisqacha javob shuki, aytganimdek, Kotlin kod to'g'ridan to'g'ri compile qilinmaydi. Avval u Java bytecode'ga o'giriladi va shundan keyin compile qilinadi. Va shu compile qilish jarayonida Kotlindagi high level functionlar, ya'ni funksiya первого порядка deydi. Ya'ni bilamizki, biz bitta funksiyadan boshqasiga yana bir funksiyani parametr sifatida yuborsak bo'ladi. Mana shu funksiyalarimiz, parametrlarimiz, unit nimalari, unit type'li parametrlar Java bytecode'ga o'girilganida ularni har biri uchun function, ya'ni function interfeysi yasaladi Javada, Java bytecode'ga o'girilganida. Va shundan qochish uchun, ya'ni kichkinagina funksiyalari spetsialniy ular uchun bitta function object yaratilmasligi uchun va resurslarni tejash uchun inline functions degan keyword bor Kotlinda. Bu keywordni ishlatib, siz Java bytecode'ga o'girilgandagi kodingiz xuddi shu Kotlinda qanaqa bo'lsa, shunaqasiga ko'chirilishini kafolatlasangiz bo'ladi. Albatta bu haqida ko'proq o'qib ko'rishingiz kerak va bu narsani inline functionni izlab upotreblять qilish ham yaxshi emas. Ya'ni har doim har bitta funksiyani inline qilish ham bu juda ham yomon ideya. Bu haqida o'qib ko'rish kerak bo'ladi. Qisqacha buni ma'nosi shuki, kichkina funksiyalarni inline qilsa bo'ladi. Xo'p, object. Kotlindagi object nima? Kotlindagi object bu singleton.
Companion object bu ham singleton, faqat klassning ichidagi singleton hisoblanadi. Javaga agar o'giriladigan bo'lsak bu tushunchalarni. Staticity in Kotlin, ya'ni Kotlin tilidagi statiklik, extension funksiyalari masalan, Kotlin faylni, ya'ni klass emas, faylni o'zida bo'lsa, bu statik funksiya hisoblanadi. Agar Kotlin klassni ichidagi extension function bo'ladigan bo'lsa, bu oddiy funksiyaga aylanadi Javaga ko'chirilganida. Shundan keyin gov, va grasp patternlar haqida savol bo'ldi. Umuman umrimda birinchi marta eshitdim bu savolni. Umuman javob bera olmadim. Keyingi savolga o'ting dedim. Factory patterns, ya'ni Gang of 4. Gang of 4 bilamiz, 24 ta patternlar bor, dasturlash patternlari. Factory nima qilish haqida, ya'ni nima uchun ishlatiladigan pattern, shu haqida savol bo'ldi. Va umuman olganda Androiddagi ishlatilgan Gang of 4 patternlar, ya'ni adapter, view holder patternlari haqida savol bo'ldi. Ya'ni aniqrog'i Androidda qaysi patternlar ishlatilgan degan savol bo'ldi. Men shu adapter va view holder aytib berdim. Va savol bo'ldiki, adapterni, ya'ni recycler view adapterni Androidda view holdersiz ishlatsak bo'ladimi? Qisqacha javob bo'ladi. Xo'p, Android Navigation Component tajribam haqida savol. Men ishlatganimni juda ham kam ishlatgandim. Android Navigation Componentni u vaqtda menga yoqmasdi, rostini aytsam hali ham yoqmaydi. Agar sizda tajriba bo'lsa, shu tajriba haqida gapirib berasiz. Navigation Component haqida. Imperative programming versus declarative programming. Next. ANR, ya'ni Android not responding. Dasturingiz agar not responding holatiga tushib qolsa, nima qilsangiz bo'ladi? Aniqrog'i, nima qilsangiz, ya'ni qanaqa holatda ANR exception chiqadi va ushbu xatolikni qanday to'g'rilasa bo'ladi? Memory leaks, ya'ni dasturingizda memory leaklar bo'ladigan bo'lsa, uni qanaqasiga track qilsangiz bo'ladi va bu narsani amalga oshirish uchun profiler nimasini, toolini, instrumentini qanday ishlatsak bo'ladi yoki ishlatganmisiz? Null pointer exception. Ya'ni qanday holatda null pointer exception yuz beradi? Ya'ni spoiler, qanaqadir obyektingiz уже destroy qilingan bo'lsa, garbage collector tomonidan yoki siz o'zingiz uni nimasini nullga tenglashtirgan bo'lsangiz, ushbu obyektga siz agar reference ishlatmoqchi bo'lsangiz, shu obyektni ishlataman deganingizda u null bo'ladigan bo'lsa, null pointer exception ro'y beradi. Memory leak, ya'ni memory leaklar qanaqasiga ro'y beradi va ulardan qanday qochish mumkin? Shundan so'ng savol bo'ldiki, how to maximize life of a variable, ya'ni переменныйni, variable'ni life cycle'ini qanaqasiga uzaytirsak bo'ladi? Ya'ni qayerda saqlasak variable'ni u maksimal darajada ko'p vaqt o'chirilmasdan turadi garbage collector tomonidan. Weak reference va strong referencelar farqi haqidagi savol bo'ldi. Va shundan so'ng Androidga yaqinroq savol service versus intent service versus work manager. Ya'ni qaysi holatda qaysi birini ishlatish kerak yoki ishlatish kerak emas. Yana shu mavzuni davomida job scheduler, ya'ni job scheduler nima, u qanaqasiga ishlaydi, nima orqali implement qilingan, work manager orqali implement qilingan. Va job scheduler o'zi bu yangi intent service hisoblanadi, ya'ni intent servicega o'xshab ishlatsak bo'ladi uni. Uni farqi shundaki, job scheduler bizga qanaqadir bergan job, ya'ni vazifamiz albatta amalga oshirilishini kafolat bermaydi. Ya'ni u ya'ni u action ishga tushishi ham mumkin, tushmasligi ham mumkin. Bu resurslarga qarab, boshqa bir faktorlarga qarab ishlaydi yoki ishlamaydi. Shundan keyin Kotlin coroutines haqida savol bo'ldi. U nimaga oddiy Java threadlarga qaraganda yaxshiroq? Qanaqasiga coroutine ishga tushirsak bo'ladi, ya'ni launch yoki async keywordni ishlatib buni qilsak bo'ladi va ular farqi nima? Launch qilgan nima bo'ladi, async qilgan nima bo'ladi? Can a coroutine suspend forever? Ya'ni coroutindagi suspend funksiyamiz, ya'ni infinitely abadiy pauzaga, o'sha suspend holatga tushib qolishi mumkinmi? How to control coroutine time limit? How to cancel it? Ya'ni coroutine'ni time limitini qancha vaqtdan keyin masalan suspenddan chiqishini, shuni qanaqasiga biz kontrol qilsak bo'ladi va suspend holatdagi coroutine'ni qanaqasiga cancel qilsak bo'ladi, ishlab turgan coroutine'ni. Cancel multiple coroutines, ya'ni bir nechta coroutine'larni bir vaqtda cancel qilish va coroutine'dagi scope'ni biz qanday ishlatsak bo'ladi, ya'ni u scope orqali nimalar qilsak bo'ladi. Supervisor job versus completable job. Ular farqi nimada? Coroutine'da ishlatganimizda.
va farqi shunda ekanki, yozib qo'ygan ekanman. Supervisor job ishlatganimizda agar qaysidir karutinimiz fail bo'lsa, exception masalan chiqib qolsa, bu butun karutinimizni fail bo'lishga, ya'ni cancel bo'lishga olib kelmaydi. Xo'p, karutin dispatcherlar, qanaqa dispatcherlar bor karutinda? Bular default, main hamda IO. Dispatcher default va dispatcher IO ni farqi nimada? Dispatcher IO bu Javadagi IO schedulerga o'xshagan narsa, ya'ni qanaqadir katta thread pool bo'ladi. O'sha thread pooldan olib threadlarni sizga provide qilib, o'shalarni ishlatib, agar ishingiz tugasa, yana qaytarib thread poolga olib kelib qo'yadi va siz o'zingiz buni kontrol qilishingiz shart bo'lmaydi. Dispatcher default bo'lsa, bu Javadagi schedulers computationga o'xshaydi. Ya'ni undagi threadlarning soni, potoklarning soni protsessorni yadrolari soniga qarab limitlangan. Ya'ni protsessoringizda 10 ta yadro bo'lsa, adashmasam har bitta yadroda 2 tadan potok bo'lardi, 20 ta potok bo'lishi mumkin. Va shundan keyin unit test va instrumented test haqida savol bo'ldi. Unit va instrumentalniy testni yozganmisan, yozasanmi, yoqadimi va hokazo. Men u vaqtda yozmasdim. Umuman olganda hozir ham kam yozaman unit testlarni. Instrument test umuman yozmaganman. Siz esa o'zingizni tajribangiz haqida gapirib bersangiz bo'ladi. Umuman olganda technical stage shundan iborat edi. Ya'ni aytib o'tganimdek, bu birinchi technical interview edi. Agar men bu etapdan o'tganimda, keyin Grammarly'ni o'zining komandasi bilan interview qilinardi, texnik interview. Afsuski men bu etapgacha yetib bormadim. Lekin mana shu etapda berilgan savollar hammasi menga juda ham yoqdi, chunki bularning hammasi juda ham foydali savollar, qanaqadir bir praktikada ishlatilmaydigan savollar emas. Grammarly'ni o'zida ayniqsa shu narsalar juda ham muhim. Va agar siz Grammarly'ga o'xshaydigan kompaniyaga ish qilmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir masalan mobile keyboard yoki o'zingiz yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu narsalarni, mana shu mavzularni yaxshi bilishingiz juda ham muhim. Chunki keyboard application bu bizni oddiy biladigan tam recycler viewli dasturga o'xshamaydi. Uni o'zining spesifikasi bor, o'zining talablari bor va ushbu mavzularni yaxshilab o'rganish sizga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.